Bir marta shu onam bilan akamni ko'zida faxr ko'rish uchun qo'limdan kelgan hamma ishni qilaman deb aytgansiz. Qanaqa natijaga erishganingizda shu maqsadni yopdim deb hisoblaysiz? Har kuni dokazat qilishingiz kerak. Bo'ldi, bir marta faxrlanishni to'xtab qolmaysiz-ku. Har kuni mana bugun faxrlanishga qanaqadir bir nima qildimmi? Zo'r. Ertaga yana qilish kerak. Yangi narsa qilish kerak. Birinchi o'chirit o'zingizga dokazat qilishingiz kerak, что bir nima qila olaman. Odam o'zidan bir nima qoldirib ketish kerak-da. Hamma sababini qilib qo'ysa, g'alaba bizniki bo'ladi 100%. Yeyish kerak, sportsmen yeyish kerakligi zavqli. Ko'rinishidan prosta bolalar yig'ilib olib, mazza qilib yurgandek ko'rinishi mumkin. Katta stadionlarda o'ynab, chet ellarga qatnab, lekin hammasi kamerada ko'rinadiganchalik oson emas. Shu 2 yil ichida tasavvur qilish qiyin bo'lgan darajadagi yutuqlarga erishib kelyapmiz. Bitta komanda bo'lib turib, bolalar bilan baribir chetga chiqish bu boshqacha atmosferada. Ну и самое главное, оно вот это про душу, это про то место, где ты хочешь находиться, ты знаешь, что ты придешь на тренировку, и ты можешь полностью расслабиться. Eng asosiy maqsadlarimdan bittasi bu orzusi sinishni boshlayotgan bolalarga bir yana qanaqadir imkoniyatni taqdim qilish. Hozir shunaqa davrga keldikki, uje yosh mana professional futbol bilan shug'ullanayotgan bolalarning orzusi Anontid Boys'da o'ynash. Tasavvur qilasizlarmi? Shuncha hozir futbol bilan shug'ullanayotgan yosh bolalar Anontid Boys'da o'ynashni orzu qilayotgan bo'lsa, nega men ularga shunaqa imkoniyatni paydo qilib bera olmayman? Men, конечно, bu narsani qilishga harakat qilaman, chunki bu hayotda hamma narsaning iloji bor. Bu joyi bilmadim, ko'p podpисчиклар, ko'pchilik bilsa kerak. Shu joydan video olishlarni boshlaganmiz. Shu maktabda men 7-sinfgacha o'qiganman. To'ytepada 48-maktab. Bilmadim, To'ytepaga ham zo'r stadion qurish meni planimda bor. Chunki bu orzuda. Tasavvur qiling, qiynalib o'sgan joyingizga keyinchalik uje orzularga erishib stadion qursangiz. U stadionda hozirgi kichkina bolalar o'ynab, futbolchi bo'lib chiqib ketsa, bu вообще нереальный narsa-da. Gapirib o'zim mazza qilaman. Endi shu stadion qurish qoldi-da. Kim birinchi bo'lmam, teleklachining yetakchisi olib ketadi. Bo'ldi. Ketdi, kapton kim olib keladi? Yo'q, shunaqa ketdi. Ketdi keyin. Dedi, yaxshi o'g'il. Молодец. Bo'ldi, yedik. Bu yo'nalishga kirganimdan keyin shu narsani tushunib yetdim, что hamma narsa qadamma-qadam odam o'rganib boraverar ekanda. Endi Islom bilan ko'p gaplashamiz va ko'p masalalarda men bilan maslahatlashadi. Mana bo'ladi anaqa momentlar, bo'ladi ba'zi odamlar hali hamma narsani o'zim qilaman deb tura oladi. Hamma narsani o'zim qilaman, egoistman desa bo'ladi. Hamma narsani o'zim qilaman, meni aytganim bo'ladi, bundoq qiladi. Yoqadigan narsasi u odam eshitishi bo'ladi, прислушивается. To'g'ri, ba'zida haligi o'zini fikri baribir anaqaroq bo'lar, nima deydi, ustunroq bo'lar, lekin baribir ko'p momentlarda прислушиваться qilib, agar o'zida bunday fikr bo'lsa, keyin men unga, "Yo,
bundoq qilsa ham bo'ladi yoki bundoq qilish kerak desam, eshitib turib rostdan ham shunaqa qilsa bo'lar ekan deb eshitishib bo'ladi. Biz hozir shu davrga kelganmizki, o'zimizni darajamizni yana ham kattaroq, yana ham o'zimiz boshimizdan teparoq sakrash uchun bizga уже yaxshigina moliyaviy xarajatlarga pul kerak. ITV bilan ko'rishishimiz kerak yangi kontrakt bo'yicha. Вкратце bize tanışmıştı, sana berganini xeylabilan, variantlar bilan. O'zi изначально bize bizga berganimizni, o'shanda обсуждать qilganimizni bizni ortiqcha narsani olib tashlaylik, pulni tushiraylik, чтобы bizni окупать qilsa, bizni дальше ishlaylik degan narsa edi. Hozir sizlar bergan taklifinglar o'sha pulgacha chaqilyapti. Faqat bizni hamma narsa qolgan narsalardan tashqari ochib aytaman. Bizda hozir milliondan ko'p qizolmaymiz. Но имеется в виду, что это одинаковый как бы контекст, но на двух разных площадках. То есть, например, если ну, грубо говоря, да, потому что все уже есть. Инстаграм и Телеграм, реклама вот этого эксклюзивного контента, да, в основном? Нет, это отдельно. Yes, hozir shunda bir oyda 4 ta Telegram post и 4 ta stories bor, ikkalasi bir xil bo'ladi, to'g'rimi? И плюс bitta eksklyuzivniy kontent. O'sha anons versiyada. Ya'ni bu oshgan sari bizda ham возможность oshadi, yana nimadir qo'shimcha qilib sizlar bilan ishlash kerak, foydaga yaxshi chiqsa. Bu narsalarga million to'g'risi narsani ustirayo. Chunki oldingi safar sana berdik, eksklyuzivniy kontentga qancha rasm, qancha vaqt ketishini. Baribir bu narsani biz o'zimizdan qiladigan bo'lamiz, o'zlari tashlagan dogovor bo'yicha. Bu degani hozir bir oyda 4 ta stories baribir qo'yiladi, и Telegramda 4 ta reklama уже odamlar uchun normalniy sonda bu. Biz chunki hozir boshqa reklama dativlarni ham qo'shyapmizda. Faqat reklama bo'lib qoladi. Hozir men shuni ham o'ylayapman. Chunki odamlar miyasida ham baribir ITV kattalarning sponsorda haligacha. Bizlar tomonidan chiqargan narsa rozi bo'lsangiz ishlaymiz, bo'lmasa, конечно, biz ham vaziyat imkoniyatimizdan kelib chiqib chiqamiz. Masalan, montajyor maksimum bir oyda 4 ta rolikka hozir montaj qiladi. Bizda undan bittasi bu eksklyuzivniy kontentga ketyapti. Bu yerda biz vaqtdan yutqizib qo'yganmizda, eng asosiy narsa shu. Agar hozir определённый byudjetni ko'tara oladigan bo'lsak, men hozir yangi kompyuter yig'ib, yangi montajyor o'tkazmoqchiman. Shu bizda ikkita kompyuter, ikkita montajyor bo'lishi uchun. Siz aytgandek, mana sizlar ham o'sish tarafdorisizlar, takji biz ham o'sish tarafdorimizda. Hozir biz qiynalgan holatda bo'lib qolsak, sizlarga ham kerak rezultatni bera olmaymiz, o'zimiz ham ishimizdan qoniqmaymiz. Qanaqadir motivatsiya ham bo'lmaydi. Предлагаем, мы не настаиваем, если нам обеим выгодно, то делаем, если нет, то я уже сказал, изначально o'zimizning возможностьdan kelib chiqib chiqamiz deb Agar shunda qotadigan bo'lsak, to'g'risi qiyin masala. Просто o'zingiz unda baribir переваривать qilib, ozgina o'ylab, anaqa qilishga o'zingiz bemalol vaqt olib anaqa qilsanglar bo'ladi, aytsanglar bo'ladi, hozir o'zida ham. Men bu yerda faqat ko'rayotgan narsam выгодно sizlarga endi nima deydi, может быть, siz mendan yaxshiroq bilasiz bu narsani, но biz garantированный sizlar bilan ishlaymiz degani, u постоянно sizlar qanaqadir pritok bo'lib turadi, просто grafiklarida ham osonroq bo'ladi, o'zi pul xarajatlarni aniq qilish, plan qilish bo'yicha. Bizda oilasi bor, bolalar ham bor, umumiy hamma bolalarning yoshi normal yoshga yetib qolgan, pul topish kerak, boshqa qilish kerak. Undan tashqari qilayotgan ishlarimiz ham rasxodlari rosa katta. Prosta bitta syomkani o'ziga ham 10 million atrofida ketib qoladi. Umumiy uni operatorskiy, kamera, hamma narsa, prizavoy. Undan tashqari muxlislar talab qiladi bizdan ko'p kontent chiqaringlar, katta turnirlar qilinglar, chet elga borib katta turnirda qatnashinglar. Bu yoqda gapirishda zo'r, hamma narsa zo'r eshitiladi, lekin uni qiyinchiligi, bu bilmadim, hozir men sizlarga bor qiyinchiligini tushuntirib bera olmayman. Prosta bitta syomkamiz o'ziga o'rtacha 5-10 million atrofida hisoblasak, endi o'ylayveringlar-da, chet elga 30 ta odamni olib borib, uzoq muddat davomida bilmadim, turnirda qatnashib kelishini sizlar endi bitta hisob-kitob qilib oringlar. Rahmat. Biz hozir eng yaxshi variant, meni fikrim, bizga maksimalni eng o'sha minimalni qancha summaga biz rozi bo'lamiz, yana 3 oyga ko'tarishga, nima deydi? Uzaytirishga. Shuni biz yozib olishimiz kerak. Mana bu oxirgisi hamma tomonlarni o'ylab chiqqan holda to'g'ri kelsa keldi. Bo'lmasa
hech kimdan xafagarchilik yo'q. Turnirni обязательно tugatib qo'yamiz birgalikda. Masalan, bir-birimizda hech qanaqa xafagarchilik yo'q. ITV kompaniyasi bilan ham yaxshi hamkorlikni boshdan kechirdik deb o'ylayman, chunki bir-birimizga normal foydamiz tegdi. Hamma tomonlama bizga ham qiyin bo'lib turgan payt ular qo'shiluvdi. Takje biz ham yaxshigina sonlarni ko'rsatib, xullas bir-birimiz bilan отношениямыз yaxshi bo'lib qoldi. Kontraktni uzaytirish borasida bitta nuqtaga kela olmadik. Shunga qaramasdan kelishuvimizga ko'ra ITV Cup'ni chiroyli o'tkazishga kelishdik va borimizni berdik bu turnir zo'r o'tishi uchun. Internetda hamma hozir bir-biriga tosh otib yomon ko'radi. Biz shunaqa chiroyli o'tkazib qo'yishimiz kerak. Максимально должно быть турнир дружный в Учкере, без никакой грязи. Регламент, если все откроются, да? Любой komanda, ikkita komandadan bittasi по-любому uch ochko bilan ketishi kerak. Ничья yo'q. Сразу bo'litamiz. Yutqazganlar 3-o'ringa o'ynaydi, yutganlar final. Gruppadan chiqqanda по-любому zritellar bilan o'yingacha yetib boradi. Gruppadan 4 ta komanda chiqadi. Finalный kun, матч за третье место и final bir kunda bo'ladi. Уже у нас юридически все не просто на словах, да, анализ, дисциплина, да. У нас qo'ymasligiga, у нас здесь юридически, сейчас не помню какой пункт, да, а вот в самом конце, oxirida дисциплинарный кодекс. Он не похож на других ребят. Все же познается в сравнении, поэтому я хочу сказать, что он своенравный, он целеустремленный, он дисциплинированный, по нему видно. Ты когда с ним разговариваешь, ты понимаешь, что этот чувак знает, что он хочет. Он знает, куда он движется, он знает, что он делает. Я думаю, это неотъемлемая часть любого лидера. А Ислам это лидер. Shu odamlarni ko'rib biz futbolni boshlaganmiz. Hozir ularga qarshi o'ynab biz yutmasak bo'lmaydi. Chempion bo'lsak, bu yangi bosqich bo'ladi. Ortiqcha gap so'z yo'q, hamma o'zining vazifasini 100% ga bajarsa, kubokka olib ketamiz. Kelinglar. Давай bor kuchimizni, rебята. Hamma. Готовы? Да. 3, 4. Yosh, lekin nima deydi? Bitta filmdan bitta fraza esimga tushadi. Nimadir savol beringlar, men shu savolga javob beraman. Agar bilmasam, nimadir qilib o'sha savolga javob topaman degan frazasi bor. O'shaning uchun ham Islom ham yosh, biladigan narsasini qiladi, bilmaydigan narsasini o'rganadi. O'shaning uchun men 2 yildan beri, 2 yildan ham ko'pmi? 2 yil deylik, 2 yildan beri birga ishlab kelayotgan bo'lsak, ko'p narsani o'rganib kelganda, boshida qanaqadir xatolar bo'lgan bo'lsa, o'sha keyinchalik bu xatolar bo'lmasdi. Men yangi darajaga chiqishni xohlayman. Komandamizni yana ham professionallashtirib, hozirgi kunda kamida bir 4 ta 5 ta yaxshi kompaniya bilan kontraktlarni tuzib, sharoitimizni yaxshilab, yangi planlarga уже qadam bosish kerak, yangi darajaga chiqish kerak. Men hozir qilayotgan ishlarimiz bilan men o'zim qoniqmayman. Конечно, можно. Всем привет. Добро пожаловать. Это вот наш небольшой офис на 9-м этаже. Угостим вас чем-нибудь? Чаек, кофеек? Месье оператор? Kanalımızda asosiy cel это yoshlarni yana ham sportga qiziqtirib, offline o'sha birga har xil chetlarga borib, o'sha ko'chada ko'pchilik futbol o'ynab yuradi, qiynalgan bolalar. O'shalarga borib, как праздник, радость berib kelish eng asosiy narsa. O'sha orqali muxlislarning bizga bo'lgan ishonchi ham, umumiy sizlarning kompaniyalarga bo'lgan mehri ham oshadi. Plus futbolga hozir yangi formalar qilyapti, yo'g'i уже logodan gaplashganmiz. Muhammad aka bu yoqqa logoga ham tushadi. Asosiy narsa birga qilinadigan narsa shu yoshlarni ko'proq futbolga yana qiziqtirish. Super kompaniyamizning missiyasi birinchidan это быть полезными обществу. Вот. И момент с тем, что вот мы с вами вот это сотрудничали, мы прям увидели то, что это с нашим видением, с нашей миссией переплетается. Masshtabni hozirgi yoshlarni sportga qiziqtirish, chunki hozir prям shunaqa period hamma telefonda, u telefon umumiy жизнь sport yosh bolalarnikilar, chunki lегкий dopamin. Biz ham по факту shu narsani beramiz ularga, но sportni ta'sir qilamiz. Bizni ko'rib ular telefon o'ynab, PUBG o'ynab o'tirmaydi, ular chiqib kechki payt futbol o'ynaydi. Keyin futbol o'ynab kelib, keyin yana bizni ko'radi. Уже дальше ertasi kuni yana maktabda bolalar futbol o'ynashni kutib yuradi. Прям sportga qiziqtirishini oshiramiz biz. Можем, почему бы и не нам не помогать, да, молодежи.
развиваться совместно с вами. Это мурашки по коже. От таких идей. Главное их теперь реализовать правильно. Sizlarga tanishgandan xursandman. O'zi anchadan beri mana kuzatib boraman. Biz komandani oldin tanishmiz. Mana futbolni fanatman. Mana Arafez uchun o'zi birinchi o'rinni shu uchun kuzatish boshlaganman. Endi bilaman. Так что hozir bilan lekin anchadan beri kuzatib boraman. Я рад, что мы сотрудничаем с такими профессионалами своего дела. Tanishganimizdan xursandmiz. Sizlarni olib Bir o'zim faoliyatimni olib borsam, men zo'r darajaga chiqib ketishimni bilmadim, his qilardim, lekin bir moment keldi, что o'zimga kerakli bolalarni yig'ib olsam, уже bilmadim, boshqa dunyo darajasidagi ishlarni qilishga qanaqadir ishonishni boshladim. Mana oxirgi yillar выездli chetga chiqishi, bitta komanda bo'lib turib, bolalar bilan baribir chetga chiqish, bu boshqacha atmosferada. O'sha narsa rosa yoqadi. Umuman olganda bo'ldi, bu turnirga ketamiz, выезд bor deganda, всё сразу odam ichidan haliga quvonib, anaqa qiladi. Всё bolalar bilan значит bitta joyda bo'lib, maza qilib, shu 1-2 hafta birga o'tkazamiz. Yoqtirgan ishimiz bilan shug'ullanamiz. O'sha o'xshagan narsaga yana ozgina dabab направление bor. Который o'yinda sizlar qila olmaysiz. Nima deb bo'ladi? Nima yoqadi islomda? Bu bitta narsa ushadimi, o'sha narsaga olib boraveradi. Bu ruschada целеустремленность deyiladi. Kimdir gapirsa, mana liderlar, любой odam gapirsa, bir-birimiz gapimizni futbolni tomonlama tushunaylik. Bitta maqsad, hammamiz yutmoqchimiz, shuning uchun jahl chiqadi. Kim o'ynayapti, kim o'ynamayapti, farqi yo'q. Biz bitta komandamizda, to'g'risi. Nima desam, ichida insonning ichida negativ bo'lish kerak emas hech qachon. Meni qo'ymadi, meni tushirmayapti. Biz bitta oilamizda. Meni hayotimda ko'p narsa bo'lganda, to'g'risi. Sardor akadan iltimos qilaman. Ana bolalar o'ynasin, yo'q, misol hech kim ko'rtinimni o'tirg'izib, endi misol zaminni ota-onasi ko'rib turib, bolam deb turib hech kimga yoqmayapti. Bilib o'tiribman, lekin biz bitta komandamizda. Rasululloh islom bor, bizda bor, islom bor. Bolalar nolish yig'ishtirsa yaxshi bo'ladi, chunki o'sha hech kim o'tda yosh bolalar emas, hamma professional futbol o'ynagan. Nima deydi, nimadir yoqmayotgan bo'lsa, o'sha sразу hali endi bo'ladigan narsa-da, bilasizlarmi, bilmaysizlarmi bilmadimmi, hamma narsa ham ideal emas, tim bo'li futbolni komandalarda u bitta bizada ham emas, Yevropada ham, prof klublarda ham bor narsa. Buni farqi yo'q. Chiqishimiz kerak, bugun o'ynashimiz kerak. Rezultat qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Qolgani Allohdan. Sababini qilaylik, biz bugun bo'ldi, boshqa narsa shart emas. Bir-birimizdan ko'zimizga mana shunday tik qarash uchun sababini qilib qo'yaylik, bo'ldi, boshqa narsa shart emas. Hozir haqiqiy hamma narsani yig'ishtiraylik. Bo'ldi, o'yindan keyin xohlasang haqiqiy qilasanmi, hazillashsanmi, hovliga chiqdingmi, katta gapiradi, kichkina eshitadi. O'zi pravilasi shunaqa. Xafa bo'lmalari. Mendan katta bo'lsa, gapirsin, men ham eshitaman. Что если пацаны постараются еще больше, даже несмотря на то, что мы на сегодняшний день делаем очень классные вещи, которые уже наверняка вошли в историю вообще футбола медийного, а может быть не только медийного, футбола в принципе. Trenirovkalarda yoki o'yinlarda gapirayotganda bilinadi to, что jon kuydirib gapiradi. Nimaga jon kuydirib gapiradi? Chunki o'zining ishiga mehr beryapti, vaqt beryapti, kuch beryapti. O'shaning uchun baribir bu narsa yonadi, bu narsa nimadir o'xshamasa jahli chiqaradi. Biz shu darajada mana yaxshi mehnat qilamiz, что chet elga borib Damashqni komandadan ko'ra bizning komandamiz muxlislari ko'proq yig'ilib turibdi. Hamma sababini qilib qo'ysa, g'alaba bizniki bo'ladi 100%. Pas отличный удар! O'ynaymiz, xuy qilaman bor. Qo'llaringni qo'yib qo'ysalar, hech kim yurib o'ynagan. Хуйня говорит, это. Она хуйня, он ведь пасу на вот, как, бля?
Ta chiqish kerak. Yo bolalar sal yoninglar, bana. O'yin gapirishga bo'ldi. Bo'ldi. Spokойно. Yetar o'zos. Bitta jostki o'ynalar. To'q bersa sarov beradi. Keyin safar yurmaydi o'sha qo'sh bemalol. 3 ta momentimiz bor, urush kerak edi, Qo'ya yonmayapmiz. Ni yonmayapmiz. Hech kim mandan tortib hech kim yonmayapti. Chiqon pressing bilan hamma anaqa zazo bo'lib yopti orqamiz. Keyin yugurishimiz kerak 80 metr. O'rtani sal berib qo'yamiz. O'rtada bo'shlarga qolib yuguraylik. Oldimiz turibdi, tomosha qilib turibmiz. Ikkita revort qilaylik, chamchiylik, zamin. Tushsin. Yutqizamiz. O'ynasa undan ko'ra o'ynamaganlar hadalar. Yoki rezultat qilaylik. Hozir sobirliroq bo'lib chiqinglar-da, onasiga ham bitta shunchasi. Butun muxlislar hamma butun tribuna ishoniga o'tiribdi ham bitta. Ishtimay yo'qotmadi, ikkita gol urishimiz kerak. Qani ikkita gol urishimiz kerak. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q bu. 100%. Mana kak zamah qilishni boshlab, mana shu o'rtaga nega turib beraman? Qildikmi Toshkentda? Ketamiz bu o'yin. Ishoninglar, yana ham ochilib ketadi. Две победы над грозными фаворитами Unwanted Boys. Фаворитами их считали все, и Вальфа Гивенманды в частности. Kechmayapsanmi o'shani? Qo'limizdan kelgani shu ekan hozir. Hamma narsani to'g'ri qabul qilaylik. Agar ular daraja chiqqan bo'lsa, значит ular bu safar kuchliroq ekan. Qabul qilish qiyin, no bu fakt bo'lib chiqyapti. Bosh tepaga ko'taraylik. Bu yoqqa kelishimiz o'zi bu katta ishda baribir. Biz o'zimiz mana shu yo'q joydan boshlab, havodan boshlab, masjidgacha kelib, mana shuncha obro', shuncha mana chet eldagi odamlar taniyapti. Yo'q, mamlaqa bosh pastga qilib o'tirish shart emas. Ikkita o'yindan dastoyni o'ynadik. Biz nimadirda yutqizib, bitta fizikada yutqizdik biz. Ular kuchliroq ana shu narsa. Lekin opit olayman. Keyingi anaqalarda yaxshi tayyorgarlik ko'rib, o'sha o'zimizga kerakli anaqa xulosalar chiqarsak bo'ldi-da. Bosh pastga qilib hayot tugadi degani emas. Речь идет о команде, поэтому нужно очень сильно постараться, чтобы держать всех, не то чтобы на поводу, держать всех вот рядом и как-то постараться донести до всех то, что нужно. У него, я думаю, в силу его возраста очень классно получается. Мы вот буквально недавно с ним разговаривали, и мы говорили о том, что каждый из нас проживает эту жизнь впервые, поэтому я считаю, что он очень классно справляется, учитывая тот факт, что в команде ребята есть очень капризные, и задача любого руководителя постараться найти вот этот нужный ключик под каждого из наших персонажей. У него хорошо получается. Umumiy komandadagi boshqa odamlardan men ayb ko'rmayman-da, ayb o'zimdan ko'ryapman. Hayot shunaqa qurilganda, men kelajakdagi planlarimizga men hozir gapirib o'tyapman va shuni eslab qolinglar. Hayotda umuman komanda, media futbol mayli zo'r, umumiy hayotda kuchlilar tirik qoladi. Ikkita turdagi odamlar bor. Bitta odamlar har doim tashqaridagi narsani aybdor qiladi. Men bu chimadanman aybdorman, ko'p kiyimimni solamadim. Bor shunaqa odamlar, yebak men harakat qilib katta chimadan olib kiyimimni solaman deydiganlar. O'sha ikkinchi variantdagilar tirik qoladi. Umumiy hayotda ham, komandamizda ham, kelajakdagi planlarda ham. Shuning uchun mana juda ko'p chidab kelgan, juda ko'p xarakterlarga chidab kelgan anaqalarim ham bo'ldi-da bu yog'iga. Hozirda emotsiya hammada. Men o'zimga kelib olaman, borib sizlar ham o'zingizga kelib olasizlar. Bitta o'tirib, hamma narsani men gapiraman, tushuntiraman, gaplashib olamiz. Kimdir bilan отношенияsi, masalan, meni Mara bilan отношениям yomon bo'layotgan bo'lsa, men Maradan ayb topmaydi, o'zimdan ayb topay. Poliyada komandamiz nito o'ynayotgan bo'lsa, men sizlarni ayblamaydi, men o'zim ayblay. Shunda biz bir narsaga erishamiz deb o'ylayman, bolalar. Shuncha narsaga erishib kelganmizmi? Kimda samniyaniya bor? Bundan zo'rlariga erishmasligimizga. Kimda? Menda 0. Menda hech qachon samniyaniya bo'lmagan. G'oyalarimizga boshqa bosayotgan birinchi qadamlar o'ylab men aytamanmi, o'sha qadamlarga 100% ishonganlar
o'sha biz xohlayotgan pog'onaga chiqadi. Men sendan uzr so'rayman do'stim boya baqirganimga. Sen ham jinni emassan, sen ham zararga tetmading o'shani. O'tganida borib gol urib kelganda sendan zo'r odam bo'lmasdi. To'g'rimi? O'sha bo'ldi. Men o'sha baqirganimda emotsiyadan rozi bo'ldim. Men bor uzr. Sen ham joningni berding. Hech kimga pretenziya qila olmayman. Hozir o'zimizga mos kompaniyalar bilan biz kontrakt tuzsak, nerealniy imperiya qilishimiz mumkin. Просто nerealniy. Men aytib daftarimni ko'rsatsam, ideyalarni ko'rsatsam, bilmadim. Hey. Strashniy narsalar qilsa bo'ladi hozirgi zamonda. Hamma sharoit bor. Yangi bir nima qilishga bu hayotda, to'g'risi, hamma sharoit bor. Buzib yuborishga, yaxshi ma'noda. Bilmadim, может qanaqadir katta kompaniya egalari, может qanaqadir tadbirkorlar ko'rayotgandir bu videoni. Agar sizlarga shu Unwanted Boys bilan ishlash, futbol industriyasiga kirish qiziq bo'lsa, opisaniyada kontaktlar qoldiramiz. Xullas, agar sizlar biz bilan ishlamoqchi bo'lsanglar, aniq bani topa olasizlar, to'g'risi. Tim bo'li hozir mana Kings Liga bilan ham yaxshi aloqadamiz. Shaxsan Gerard Pique tog'amiz bilan yaxshi aloqadaman, Xudoga shukr. Ular bizga hozir bizni komandamizga Unwanted Boysga Kings Liga nerealniy возможностьlarga dostуп bergan. Masalan, yanvar oyida qatnashgan Jahon chempionatida hech qanaqa sponsor qo'shilishi mumkin emas edi bizga. Bu safar уже bu yog'iga o'zaro kelishuvlar qilib, masalan, Kings Liga, Unwanted Boys, qaysidir O'zbekiston kompaniyasi kelishib Kings Ligaga birgalikda kirib borishimiz ham mumkin. Hamma narsa mumkin. Hozir dostuplar bor. Prosta hozir bizni g'oyamizga ishonadigan, bilmadim, qadriyatlari bir xil bo'lgan, ko'zimizdagi olovga ishonadigan yaxshi bir insonlar kerak, tog'alar kerak. Hayotimizni kuzatishda davom etaveringlar. Bu yog'i yana ham qiziqroq bo'ladi deb o'ylayman. Agar sizlarga bu video qiziq bo'lgan bo'lsa, bu formatimiz bilmadim, yoqqan bo'lsa, prosta kommentga o'tib, video haqida o'zingizlar fikringlarni chuqurroq yozib qoldirsanglar, menimcha yetadi deb o'ylayman. Og'irlik qilmasa, like ham bosib qo'yinglar, ko'proq odam ko'rsa, jamoamizning faoliyatini, hayotini yana ham ko'proq odam ko'radi. Hammaga rahmat. Davom etamiz.